Hammaga salom azizlar. Bugun biz legendarniy agentni ochamiz va uni full holatiga yetkazamiz azizlar. Azizlar, videoyim sizlarga yoqayotgan bo'lsa, ijodlarim sizlarga yoqayotgan bo'lsa, like bosib, obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Qani biz unda boshladik. Let's go. Legendarniy agentimiz bor va uni ochib olamiz. Qani kim chiqadi? Xo'sh, Niderlandiyalik futbolchi chiqmoqda. Bu Van Dijk shekilli. Van Dijk bo'lishi mumkin. Tackling ham 94 ham bu Van Dijk. Virgil van Dijk. Super holatda eng zo'r himoyachini full qilamiz desa ham bo'ladi. Shubhasiz eng zo'r himoyachi bu DLCdagi. Qani boshlab olamiz. Van Dijk zaxirada qolaveradi. Fitness kuchaytirishlar bo'lsamiz, birinchi stagi, yana stagi, tezlik, yana sta. Va jigarlar, video davomiyligi qisqaroq bo'lishi uchun sizlarning vaqtingizni tejash uchun birozgina tezlashtirib yuboraman. Fitness darajalarini 400 qilib olgandan so'ng yana qaytaman. Va jigarlar, mana Van Dijkdan ham 400 tepadan chiqarib oldik. Endi texnika kuchaytirishlar bosamiz. Menimcha Van Dijkga 15 tacha texnika kuchaytirish ketadi. Xo'sh, buni tekshirib olamiz. Birinchisi mana taklingga tushmoqda. Bu juda ajoyib degani. 95 bo'ldi takling. Va ikkinchisi zarba darajasiga, zarbasiga tushsa ham yaxshi biz uchun. Va uchinchisi yana taklingga tushmoqda. 96 bo'ldi takling jigarlar. Xo'sh, to'rtinchisi pas darajasiga tushmoqda. Beshinchisi yana taklingga. Menimcha Van Dijkdan 500 chiqara olamiz jigarlar. Bu juda ajoyib degani bo'ladi. Va kontrolga tushmoqda. 6-chisida 7-chi kuchaytirishimiz pasiga. 8-chi kuchaytirishimiz yana kontrolga tushmoqda. Taklingga tushmoqda, yana 98 bo'lmoqda takling jigarlar. Xo'sh, bizda 9 ta kuchaytirish bosildi va 10-chisi kontrolga tushmoqda, yana 82 kontrol. 11-chisi darbasiga tushmoqda, 90-60 bo'ldi zarba. Va 11 ta kuchaytirish. 12-chisi yana zarbaga tushib qolmoqda. 13-chisi va yana kontrolga. Endi Van Dijkdan menimcha 500 chiqara olmaymiz, lekin iloj bor. 14-chisi taklingga tushmoqda. Bu juda ajoyib degani. Bitta kuchaytirish qoladi bizda. Va o'sha kuchaytirish yana taklingga tushsa 500 bo'ladi menimcha jigarlar. Xo'sh,
15-texnika kuchaytirish aytganimdek bo'layapti. 15-si yog' kontroliga tushmoqda va shu ham 0.6 qo'shmoqda. Mayli, juda ajoyib tarzda full qildik. Bir kami to'lmagandek bo'lib qoldi jigarlar. Va video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmanglar.